lekin yordam berilmayapti, o'sha puli qoplab berilmayapti. Vaqt o'tyapti, 1 oy, 2 oy, 3 oy o'tyapti. O'sha ishchi oldiga qo'ydik, ishlagin, pul topgin, oila daromadga kirish kerak, qayerdandir daromad kelish kerak. Qanchadir vaqt bor, qanchadir vaqt bor, lekin o'sha yoshlar yetakchisi bilan fuqaro o'rtasida men yoshlar daftariga to'g'ri kelaman yoki farzandim yoshlar daftariga to'g'ri keladi-yu. Yer olinglar, kelinglar, yer olinglar deb yuradi. Ba'zi bugungi yoshlar yer olmaydi. Bor, kasb-hunar kollejlarimiz bor. Biz faqat yoshlar daftari bilan emas, yoshlarning bandligi bilan ham shug'ullanamiz. Pul tezroq chiqadi. Ya'ni hokimiyatda o'zini ana shu ijtimoiy yordamlar bo'yicha puli o'tadi. Psixotrop moddalarga ruju qo'ygan hamda o'sha giyohvandlik vositalarini iste'mol qiladigan shartnoma tuzib kelasiz davolanadigan joyingizdan. Misol 12 millionmi, 13 millionmi, nech pul ketadi? Misol kecha kunduz demasdan ishlaganning hisobiga ko'z nuri o'sha ko'z nuri ketib borgan. Ishlarni ko'rsatamiz. Men unaqa ishda ishlamayman deydi ayrim yoshlar. Lekin o'zi bekor. O'zi bekor. Yosh qizlarimizni parda tikish, kiyim-kechak tikish yoki bir sexlarga olib borib, ustoz shogird an'anasini biz qo'yamiz. Birdan katta oylik bermaydi. Yo'q, menga 7 million, 8 million sen yeb o'tiribsan yoshlarning haqqini deganda. Ganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Ekranda ko'rinayotgan karta raqamlariga istalgan miqdorda mablag' yo'llab, loyihamizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Sizning hissangiz texnik imkoniyatlarimizni yaxshilaydi va loyihaning barqaror davom etishiga yordam beradi. Bugungi mehmonimiz Shayxontohur tumani Zafarobod mahallasi yoshlar yetakchisi Anvarov Sardorbek. Sardorbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat, assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz davomida yoshlar yetakchisi bilan uning faoliyati va yoshlar to'g'risida keng mulohaza qilamiz va gaplashamiz. Ba'zi bir masalalarga, ba'zi bir voqealarga, hodisalarga, ba'zi bir kamchiliklarga bugungi mehmonimiz yetakchi Sardorbek oydinlik kiritadi va o'z fikrlarini bildiradi. Sardorbek yoshlar va davlat o'rtasidagi ko'priksiz. Qanday bo'lyapti? O'zi qanchadan beri, necha yil bo'ldi faoliyatga? Gapirib bersangiz. Bugungi kunda yoshlar tizimida menimcha charchashga haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Sababi yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, bugungi kundagi barcha imkoniyatlar kengligi sabab hozir biz bu aytganingizdek yoshlar o'rtasida ko'prik vazifasini o'tar ekanmiz. Albatta bizni charchamasdan, hormasdan, tolmasdan ana shu imkoniyatlarni yoshlarga yetkazib bilishimiz kerak. Faoliyatim 2023-yili Zafarobod mahallasida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlamoqdaman hozirgi kungacha. Avval 2018-yilda maktab yoshlar yetakchisi bo'lib birinchi bo'lib faoliyat boshlaganmiz. Yoshlar ittifoqi paytida. Undan keyin maktab yoshlar ittifoqi, yoshlar yetakchisi hamda Shayxontohur tuman bo'limida mutaxassis, bosh mutaxassis lavozimlarida faoliyat yuritdik. O'sha paytda maktab o'quvchilari bilan ishlaganmiz, maktab yoshlari bilan ishlaganmiz. Umuman olganda yoshlar bilan ishlash menga zavq, shavq bag'ishlagandi. O'zim yana 2023-yil mahallada yoshlar yetakchisi bo'lib lavozim boshladim, ish faoliyatim boshladim. Ish faoliyatim davomida nima desam bo'ladi? Birinchi bo'lib mahallaga kirib kelganimda mahalla raisi meni kutib olganlar hamda yoshlar bilan bir oy davomida men yoshlar ana shu mahallaning 1200 ta yoshi bilan tanishuv jarayonida sal qiynalganman. Sababi shahar, Toshkent shahri hamda bilsangiz Huvaydoni oldi Zafarobod mahallasi. U yerliklar eski, shu yerlik odamlar. Ular bilan kirishib, tanishib, yoshlari bilan tanishguncha ancha vaqt ketgan. Uni bekitish kerak emas deb o'ylayman. Sababi shaharlik yoshlar hozirgi kunda Qo'shtirnoq ichida juda bir muammoli yoshlar hisoblanadi. Bu sabab nega? Nega deb aytganingizdek, bizda 2023-yildan boshlab og'ir toifa shakllanadi. Ana shu og'ir toifaga moslashgan, o'sha og'ir toifali yoshlarimiz Toshkent shahar hududida juda ko'p. Ba'zi birlar bekitmaymiz. Toshkent shahrida
o'sha psixotrop moddalarga ruju qo'ygan hamda o'sha giyohvandlik vositalarini iste'mol qiladigan yokida bir savdosi bilan shug'ullanadigan bugungi kunda juda ko'p. Bizning asosiy yoshlar yetakchisining vazifasi birgalikda profilaktika inspektori bilan birgalikda hamkorlikda ishlab, ana shunday vositalarni, psixotrop moddalarni iste'mol qilayotgan yoshlarni aniqlab, ularni to'g'ri yo'lga jalb qila bilish. Albatta bu o'z-o'zidan yoshlar yetakchisini bitta o'zini qo'ldan keladigan narsa emas. Prezidentimiz tomonidan mahalla yettiligi tashkil qilindi. Mahalla yettiligi vazifalari har bitta yettilikni vazifasini oldida ana shunday misol xotin-qizlar faolini olamizmi, ijtimoiy xodimni olamizmi, har bitta xodimning o'zining vazifasi bor. Vazifasining ichida ham birgalikda hamkorlikda yechim topish. Ana shunday profilaktika noziri bilan birgalikda biz ana shunday yoshlarni aniqlab, ularni to'g'ri yo'lga jalb qilish borasida birga ishlaymiz hozirgi kungacha. Keyin sizlarda o'sha biriktirilgan yoshlar, og'ir toifa mana shu haqida ma'lumot bersangiz, balki kuzatuvchilarimizga bu ma'lumot qiziqroqdir. Qanaqa bo'ladi biriktirilgan yoshlar nima? Og'ir toifa nima? Endi og'ir umumiy olib aytganda og'ir toifa deb aytiladi-yu, biriktirilgan yoshlar deganda o'sha tuman, shahar, respublika darajasidagi rahbarlarga ana shu aytganimdek toifaga bo'lingan yoshlarimiz biriktiriladi va ular bilan yil davomida, mana yil boshida biriktiriladi va yil davomida yil so'ngigacha ana shu biriktirilgan mas'ul ana shu yosh bilan shug'ullanadi. U tuman rahbariyatidan, shahar rahbariyatidan, respublika rahbariyatidan bo'lsin, ana shu biriktirilgan mas'ul uning to'g'ri yo'lga jalb qilinishi hamda uning bugungi kundagi muammosini hal qilish bilan ana shu biriktirilgan mas'ul birgalikda yoshlar yetakchisi bilan birgalikda shug'ullanadi. Demak, biriktirish bu o'sha davlat strukturasidagi rahbarlarga yoshlar biriktiriladi va o'sha rahbarlar yoshlarni og'ir toifadan chiqargungacha o'sha yerda mas'ul. Bu yerda yetakchi o'rtada muvofiqlashtiruvchi. Ko'prik vazifasini o'tab beradi, ya'ni biriktirilgan mas'ul bilan yosh o'rtasini bog'lab beradi. Ular bilan suhbat jarayonlarida, o'sha tanishuv jarayonlarida bosh bo'lib turib beradi yoshlar yetakchisi. Sardorbek, nega mana shu hozir psixotrop moddalariga ko'p ruju qo'yganlar ko'p Toshkent shahrida aynan deyapsiz? Aynan nega Toshkent shahrida ko'payib ketdi? Sabab nimaga bunga? Toshkent shahrida, endi men Toshkent shahrida umumiy deb ayta olmayman. Toshkent shahrida o'zi yoshlarimiz bor, deyarli hammasi psixotrop moddaga ruju qo'ygan deb ayta olmaymiz. Sanoqli, misol uchun bitta mahallada 1200 ta yosh bo'ladigan bo'lsa, shundan bir yo 2 yo 3%, ya'ni 10 ta, 15 ta atrofida shu psixotrop moddalarga ruju qo'ygan yoshlar aniqlanib qoladi. Bu albatta nimaga Toshkent shahrida ko'p degan savolingizga, chunki Toshkent shahrida qiyinchilik kamroqmi? O'z navbatida oldingi bilan hozirgi nimani farqi, oldinlari bunday psixotrop moddalar bo'lmagan. To'g'risini aytish kerak. Psixotrop tabletkalar, unaqa narsalar bo'lmagan. Endi bo'lgan bo'lsa maktablarimizda o'sha sigaret chakkan, sigaret bilan nos. Ochiq gap, sigaret bilan nos bilan o'shanga qarshi kurashilgan, profilaktik ishlar olib borilgan. Hozir mana yildan yilga ana shunday psixotrop moddalarni xilma-xil nimalar chiqib ketyapti, turlar chiqib ketyapti. Biz profilaktika noziri bilan birgalikda haftaning har payshanba kuni tig' tadbirlarini o'tkazamiz. Maktablarda tig' tadbirlari o'tkaziladi. Tig' tadbirlari nega o'tkaziladi? Tig' tadbirlari o'tkazilishidan maqsad ana shu maktabda yuqori sinf o'quvchilar, nafaqat maktabda, kollej bor, kasb-hunar kollejlarimiz bor. Sanoqli qolgan hozirgi kunda ana shu kasb-hunar kollejlarimiz hamda maktablarimizning 9, 10, 11 sinflarida tig' tadbirlari o'tkaziladi. Ana shu 9, 10, 11 sinflarda ana shu psixotrop moddaga
yokida o'sha o'tkir tig'li buyumlarni ko'tarib yurish, o'zi bilan olib yurish moyilligi juda katta. Ya'ni bizni tekshirib boramiz, sinfda bitta sinfga kirsak, yoki bitta yoki ikkita odamdan tig'li buyum chiqadi. Tig'li buyum chiqadi, lekin tekshirgan maktab ichida misol psixotrop modda chiqishi qiyin, lekin tig'li buyumlar chiqadi. Ya'ni o'sha balog'at yoshiga yetgandan keyin tig'li buyum olib yurish, mana shunaqalar ko'p kuzatiladi. Xavfliroq sizning faoliyatingizda nima chiqqan? Xavfliroq biron narsa chiqqan deb ayta olmayman. Chiqmagan haqiqatda. Xavfliroq. Endi aynan sizning faoliyatingizda boshqa yetakchilarda chiqqan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin boshqa yetakchilarda. Endi barcha hududlarni ham o'sha Toshkent shahrimi, Samarqand shahrimi yoki boshqa hududlarni ham eng o'sha yoshlari ko'proq jinoyatga moyilligi bor anulari bor, to'g'rimi? Qanaqadir hududchalari bor, mahallachalari. O'sha siz unaqa mahallada emassiz, to'g'rimi? Yo'q, unaqa mahallada emasmiz. Jinoyatga moyil joylar qaysi joylar? Toshkent shahrida ko'proq bozor atroflari. Jinoyatga moyil qizil hududga kirgan mahallalar hisoblanadi. Ya'ni bozor hududi bo'ladi. Bozor hududini atrofida xohlaydimi, xohlamaydimi, jinoyat ma'muriymi, jinoiymi ishlar yuzaga keladi. Chunki janjallar, turli kelishmovchiliklar ana shu bozor atrofida bo'ladi. Ya'ni oldi-sotdi jarayonlari ana shu bozor atrofida bo'lgani uchun ana o'sha bozor atrofidagi mahallalar hozirgi kunda qizil hududda turadi, chunki jinoyat juda ko'p bo'ladi. Men ishlayotgan mahallada yil boshidan beri jinoyat bir marta ham kuzatilgani yo'q. Hozirda yashil hududga kirganmiz. O'tgan yilgi hisobda jinoyatimiz bor edi, lekin ko'z tegmasini 2 yildan beri yoshlar o'rtasida mahallamizda jinoyat bo'lgani yo'q. Yoshlarga bugungi kunda nima imkoniyatlar, nima imtiyozlar qilib berilyapti? Yoshlarga bugungi kunda avval o'sha imkoniyatlarimiz bor edi, bu yildan o'zgarish bo'ldi. Kambag'allik reyestriga kirgan oila farzandlarini faqatgina o'sha kambag'allik reyestriga kirgan oila farzandlariga imtiyozli yordamlarimiz beriladi. Faqatgina u endi ijtimoiy reyestr yokida bir ayollar faoli kirgizadigan, ya'ni xotin-qizlar faoli kirgizadigan ayollar daftarida tursin. Neytral o'sha bizda hozir faqatgina kambag'allik reyestriga kirgan oila farzandlarigagina yordam ko'rsatiladi. Ana ular o'sha bizning yordamlarimiz kontrakt to'lovlarini to'lab berish, o'sha zamonaviy kasblarda o'quv kurslari, til o'quv kurslari yoki zamonaviy kasblarni o'quv kurslarini to'lab berish, davolanish xarajatlarini qoplab berish, ana shunday yordamlarimiz bor. Bir qancha yordamlarimiz bor. Ilgari bir o'rtog'im bor edi, rosa xafa bo'ldi mendan. O'sha yoshlar yetakchisi yordam bermayapti. Qancha harakat qilsam ham, qancha so'rasam ham, yordam ber deb aytsam ham degan. Shunda sizda ham bo'lganmi? Xohlaysiz yordam berishdi, lekin imkoni bo'lmagan holatlar ham bo'lganmi? Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi. Chunki haqiqatdan aytamiz, yordamga muhtoj oilalar bo'ladi, lekin kambag'allik reyestrini o'zini nimalari bor, ketma-ketligiga talablari bor, ana shundan o'tolmagan bo'ladi. Ya'ni ular kambag'allik reyestriga kirayotganda birinchi bo'lib skoringdan o'tadi. Ana shu skoringda atkaz olgan, ya'ni bekor qilinganlar bizagacha, ya'ni mahalla yettiligini imzosigacha, ya'ni mahalla yettiligi tasdiqlashigacha yetib kelmagandan oldin atkaz bo'lgan oilalar bo'ladi. Lekin haqiqatdan muhtoj bo'ladi. Ular. Endi ular nega skoringdan o'tmagan degan savol tug'iladi. O'sha oilada foydalanuvida avtomashina bo'lgan bo'lishi mumkin yokida bir sharoit, uyning sharoiti yaxshi bo'lishi mumkin. Shularni ijtimoiy xodim o'rganib chiqib skoringdan o'tkazadi. Ana shu o'tkazish jarayonida endi aytamiz, kambag'allik reyestriga kirgan oila farzandlari deymiz,
lekin haqiqatda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarimiz bugun ijtimoiy himoyaga muhtoj to'satdan kecha to'qidi, o'ziga to'q, oilasi but, ota-onasi bor, to'q oila edi. Bugun уже ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lib qolishi mumkin. Sababi ana shu uyda boqib turgan boquvchi vafot etishi mumkin. Bu endi kambag'allik reyestriga kirgunicha misol o'ylang, foydalanuvida mashina bo'lishi mumkin. Yokida bir uy ahvoli yaxshi bo'lishi mumkin. Shu nimalardan o'tib to nima kambag'allik reyestrida atkazini olib, yana topshirib nima qilguncha уже norozi insonlar ko'payib boradi. O'rtada qanchadir vaqt bor, lekin o'sha yoshlar yetakchisi bilan fuqaro o'rtasida qandaydir bir kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Endi biz qo'limizdan kelgancha tushuntira bilyapmiz. Yil boshida sal qiynaldik bu borasida. Hozirgi kunda endi yil oxirisiga kelib ancha aholi ham tushunib qoldi. Demak, yoshlar daftariga kirish uchun avval kambag'allik reyestriga kirgan bo'lishimiz kerak degan tushuncha sekin-sekin singib boryapti. Avval singiguncha, ya'ni yil boshida juda qiyin bo'ldi bu masala. Ana endi bitta savol. Yana ham eshitganman, ko'p o'sha xalq ichida yuraman-da. Daftarga kirgan, ilgari o'sha daftar bo'lardi, to'g'rimi? Qaysi yoshlar daftari? Yoshlar daftari. Daftar o'sha hozir ham bor demak. O'sha yoshlar daftariga kirdi, loyiq deb topildi, yordam berishga tavsiya etildi. Tavsiya etildi. Lekin yordam berilmayapti, o'sha puli qoplab berilmayapti. Vaqt o'tyapti, 1 oy, 2 oy, 3 oy o'tyapti, qilib berilmayapti. Bunday holatlar endi bizni tumanda deb aytaman, boshqa tumanlarda eshitganman. Viloyat hududlaridagi yoshlar bilan ham gaplashasiz. O'zbekiston hududida yashab kelamiz. Ko'cha-kuyda ko'rishamiz. Siz yoshlar yetakchisimisiz? Bizni hududda, palon viloyatda, palon tumanida, bizni hududda yoshlar daftarida turaman haligacha, lekin yordam ola olmayman. Pul chiqmayapti, kontraktimga, boshqaga deydi. Men aytaman, qani yoshlar yetakchim bilan bir gaplashib ko'rik, men vaziyatni men bilay deyman-da, yoshlar yetakchisi nomerini olaman. O'sha bolani yoshlar yetakchisining telefoni bo'ladi. Haqiqatda yoshlar daftariga kirgan bo'ladi. Telefon qilib so'rasam, hokimiyatdan mablag' ajratilmagan bo'ladi. Ana shu daftarda o'tirib qoladi yosh. Hokimiyatdan mablag' o'z vaqtida ajratilib borsa, pul tezroq chiqadi. Ya'ni hokimiyatda o'zini o'sha ana shu ijtimoiy yordamlar bo'yicha puli o'tadi. Ana shu yordamlar bo'yicha yoshlar daftari pul o'tkazadi. Demak, tumanlarda puli bo'lmasligi mumkin haqiqatda. Tumanda puli bo'lmasligi mumkin. O'sha hokimiyat imkoni bo'lmas qolishi mumkin. Hokimiyat imkoni bo'lmas. Daftar uchun pul ajratishga. Shunaqa. Viloyatlarda ko'p bo'lgan bu holat. Murojaat qilganlar ham bo'lgan Yoshlar ishlar agentligi respublikamizga. Lekin o'sha hokimiyatning mablag'i bo'lmaganligi sababli men shuni shu jamiyatimiz, xalqimiz, yoshlarimiz ozgina endi bilmadim, ba'zilar to'g'ri qabul qilishi mumkin, ba'zilar noto'g'ri qabul qilib yetakchi edi, ne qilardi, pulim ne qilardi degan gaplarni ham eshitamiz-da. Endi men shularga shunaqa e'tirozlarni ko'pini eshitganman. Faoliyatimda 3 yil davomida ko'raman deb yoshlar daftarida pul bor. Nega sen o'tkazmayapsan? Men yoshlar daftariga to'g'ri kelaman-u, yokida farzandim yoshlar daftariga to'g'ri keladi-yu. Sen yeb o'tiribsan yoshlarning haqqini deganda biz aytamiz, qanday qilib yeymiz yoshlarni pulini? U davlatdan sizni o'sha davolanish xarajatingiz bo'lsa, davolanish xarajatingizni qoplash kerak bo'lsa, o'sha davolanadigan joyingizga pul o'tadi. Biz ana shu yerga qanaqa qilib o'tadi deyman. Pulni ko'rmaymiz bizda. Bizda sizga nech pul kerakligini shartnoma tuzib kelasiz davolanadigan joyingizdan. Misol 12 millionmi, 13 millionmi, nech pul ketadi? Misol ko'z yaqinda bir o'tgan yili bir yoshimizani davolanish xarajatlari qoplab berildi. Ko'zida nuqsoni bor edi. Qalin kelganimda qalin ochki taqardi. -8,5 ga -6mi shunaqa edi, juda qalin edi. Yuzini yopardi-da. Yuzini yopib qo'ygan edi ochki, juda qalin edi. Nima bo'lgan, nima qo'ygan surishtirib, so'rab, nima qilganimizda
shunaqa ko'p kreditga bog'lanib qolgan yosh, o'zini krediti bor, onani krediti bor, otani krediti bor, uydagi ukasini, akasini, opasini krediti bor. Bu oilada nima bo'lgan? Katta opa barcha oila a'zolarining nomiga kredit olib, o'zi ko'zdan g'oyib bo'lgan, ya'ni qochib ketgan. Barcha oilada nomiga kredit olganda, o'sha bola kreditga o'tirib qolgani uchun tinim bilmay kuniga 2 soat uxlab, kechani kecha kunduz demasdan kira qilib pul topgan pulini bir oylab emas, 10 kun, 15 kunda topgan pulini bankka to'layverdi. Ko'zim oldida. Endi biz ham mahalladan qo'limizdan kelgancha homiylar bormi, nima yordam kerak deb ayxo'y deb turgan odamlarga yetardik. Mana shu yoshimiz qiynalyapti, mana shunaqa deb yon qo'shnisiga dalolat berardik, lekin ular ham qo'ldan kelgancha berar, lekin unaqa 400 million, 500 millionlik qarzni o'zi ham harakat qilib yopishga harakat qilardi. Ana shu bola o'sha kirada kechani kecha kunduz demasdan ishlaganning hisobiga ko'z nuri ketib borgan. Men aytdim, bitta tekshirtiraylik, yuring, ko'rsataylik, balki davosi bordir dedim. Birga shu mahallamda ko'rishib, Jikoskidagi banisaga, ko'z klinika banisasiga olib kelib, yotadigan xonasini xarajati, yeb ichish xarajati, davolanish xarajati, 3 kunlik o'z cho'nchagidan hech qanaqa pul ketkazmasdan bor xarajatini hisoblab, yoshlar ishlar agentligi o'sha yoshlar daftari hisobidan ana shu bolaga pul o'tkazib berdik. Mamnun. Men hozir o'sha bolani ko'rib, ko'zidagi o'sha nuri qaytgani, hozir ochki taqmaydi. Linza ham taqmaydi, ochki ham taqmaydi. Cho'lkalari bor edi, cho'lkalarini oldirib yuzlari ochilganini ko'rsam, o'zimga o'zim motivatsiya olaman. To'g'risini aytaman, o'zimga o'zim motivatsiya olaman. Sababi shu insonga men qo'limdan keldi, yordam bera oldim degan narsa mendan o'tadi. Demak, shunaqa yoshim bo'lsa, demak yordam bera olarkanman degan narsa ham o'tadi. Yana yordamga muhtoj yoshlarni yana qidirib, o'shalarga yordam berishga o'tadi. Endi boyagi gapimiz yoshlar e'tiroz bildirgani, menda mahallamizda ko'p shu davolanish xarajati bo'yicha men nogironman-ku, nogironligim bor-ku, nega davolanish xarajatimni qoplamaysan? Mana meni knishkam, mana meni guvohnomam deydi. Avvallari o'tardi. Nogironligi bo'lsa toifada bor edi. Hozir endi kambag'allik reyestriga, ana shu nogiron ham kambag'allik reyestriga topshirish kerak bo'lib qoldi. Ba'zida o'sha nogiron ham kambag'allik reyestriga kirmay qolishi mumkin. Ana shu kirmay qolganda e'tirozlar bo'ladi. Tushunmovchilik boshlanadi. Tushunmovchilik, e'tirozlar ko'payyapti. Endi hamma ham nogiron ijtimoiy himoyaga muhtoj deb aytolmaymiz edi. O'ziga to'q nogironlar ham bor-da. O'ziga to'q nogiron o'sha qaramog'ida ota-onasi bor, o'ziga to'q xonadondagi nogironlarimizga ham yordam berilmoqda degan maqsadda shu kambag'allik reyestri menimcha tuzildi deb o'ylayman. Qisman to'g'ri ham deb bilaman. Qisman to'g'ri. Endi bu yerda bugungi kunda o'sha boqimandalik hissi ko'payib ketmasligi uchun, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Chunki yoshlar daftari necha yildan beri yoshlarga yordam bergan bo'lsa, yiliga 60 ta, 50 ta, misol men o'zim yiliga o'sha mahallamda 30 dan ortiq yoshlarga yordam berganman. O'sha kontrakt bormi, davolanish bormi? Asosan Toshkent shahrida shular. Yer ajratish, boshqa yordam turlari bizning Toshkent shahrida yo'q, chunki yer yo'q. Sababi o'sha bizda asosiy yordamlarni turi o'sha kontrakt to'loviga, zamonaviy kasbga hamda davolanish xarajatlarini qoplab berish shulardan iborat. Ko'proq shularga talab. Mana hozir yer ajratish bo'yicha dedingiz. O'zim viloyatliman. Ko'p eshitaman-da. Mana shu bizning yetakchi yer olinglar, kelinglar, yer olinglar deb yuradi. Ba'zi bugungi yoshlar yer olmaydi. Nimagadir endi bilmasam, yengil balki endi mayli, agar yengil biznesni topayotgan bo'lsa, o'zini eplab ketayotgan bo'lsa, sharoitini qilayotgan bo'lsa, gazini bossin. Gap yo'q. Lekin ham buyog'ini eplamay, ham yetakchiga yer beraman degan joyda yer olmasa, noinsoflikmi deyman-da. To'g'ri. Endi
yoshlarga taklifni beramiz. Biz majburlashga haqqimiz yo'q. Biz faqat yoshlar daftari bilan emas, yoshlarning bandligi bilan ham shug'ullanamiz. Ularni ish bilan band qilish, ularga ish taklif qilish bilan ham shug'ullanamiz. Albatta, ularning oldiga ishlarni taklif qilamiz. Men o'zimda uyda bir oila bor, bitta farzand. Ota nogiron. Yotuvli nogiron. Ona ishlamaydilar, uydalar, uy bekasilar ishlamaganlar. O'g'il 11-sinfni bitirdi. Mana bu yil bitirdi. Uni oldiga ishlarni qo'ydim men. Bu ish bor, mahallamiz hududida. Yo'l kira sarflamaysan, yeb ichishi, ovqatlari ichida. Oyligi buncha, ke ishlagin, yaxshi ish. Mahalla hududida shuni borasan, kelasan, qaytib kelasan. Ham adiylar nogiron, adiylar yotuvlilar u bu narsa kerak bo'lsa yugurib kelishingga ham oson, senga qulay degan maqsadda oldiga ishlar taklif qilganimizda yo'q. Hozir ishlamayman, kompyuter sohasi bo'yicha o'qiyman dedi. Xo'p dedik. Kompyuter sohasi bo'yicha 6 oylik kurs bor. Bandlikka ko'maklash markazi tomonidan yo'llanma beriladi, voucher beriladi. Unga jo'natdik. Kuniga haftada 2 martami, 3 marta kuniga 2 soatdan borib keldi, o'qidi. Undan keyin yana o'sha kompyuter sohasi bo'yicha ish chiqdi. O'sha ishchi oldiga qo'ydik. Ishlagin, pul topgin, oila daromadga kirish kerak, qayerdandir daromad kelish kerak. Yotuvlik, oyingizlar ishlamaylar, uydalar. Sen harakat qilishing kerak degan oldiga masalani qo'yganimizda bolada qandaydir befarqlikni his qildim. Bola beg'am, juda beg'am. Daromad qatdan kelmoqchi. Mana uyda o'tiribsan, 1 kun o'tirding, 2 kun o'tirding, 3 kun o'tirding. Puling bor edi, tugadi. Qatdan kelgan bilmadim, lekin puling bor edi, tugadi. Endi qolgan kunni nima qilmoqchisan? Desam, adam beriladi dedi. Adiylar mazalari yo'q-ku, yotibdilar. Yani adam o'tirgan joylarida radio detallar to'g'rilab, o'sha ishimlarini qilib, pul beradilar dedi. Qanaqasi dedik. Keyin oldimga chaqirib yolg'iz qolganda tushuntirdim. Mana shunaqa bu hayot senga menimcha har doim ham pul kelavermaydi. O'zing ham harakat qilishing kerak. Ertaga oilali bo'lasan, oila boqishing kerak. Farzand orttirasan, farzandlaring bo'ladi, ularga pul topishing kerak. O'ziga yarasha yuk boshlanadi yaqinda, yelkenda degan narsani qo'yganimda, to'g'ri aytyapsiz. Lekin menga ruxsat tegmaydi. Men ishlamayman dedi. Nega ekan, nega bunaqa deyapti bu bola? Boshida beg'amlik qildi, endi menga ruxsat yo'q deyapti. Nima bo'lyapti ekan deb o'sha ichkariga kirib bordim. Ichkariga kirib borib, birma-bir uydagilar bilan gaplashishga o'tdim. Gaplashganimda bilsam, ota qarshilik qilayotgan ekan. Ota qarshilik qilayotgan ekan, menga qarash kerak. Menga qaramas, ertalabdan kechgacha menga qarov kerak. Menga qaramasa kim qaraydi o'zi, bitta o'g'il. Bu yo'q, ishlamaydi, hozir emas. Deyapti. Men keyin o'sha odamga aytdim, ertaga bu oila boqadigan yoshga yetyapti. Ertaga nima bo'ladi? Hozir mayli nima qarayotgandir, yordam deyotgan, ertaga o'zi oilani aravasini tortadigan payt o'zi qiynalib qolmasmikin deganimizda, oradan 1-2 kun, 3 kun o'tgandan keyin to'g'ri aytyapsiz deb o'zlari chaqirib, to'g'ri aytyapsiz, menimcha siz haqsiz, mayli mana ishlarni taklif qila qoling deb keyin ishga rozi bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi. Aytaman mana bundan tashqari yoshlarga taklif beramiz, ishlarni ko'rsatamiz. Men unaqa ishda ishlamayman deydi ayrim yoshlar. Lekin o'zi bekor. O'zi bekor. Ertalabdan kechgacha bekor. Endi unaqa yoshlar ko'p deya olmayman, sanoqli-ku. Ana shu sanoqli yoshlar ajoyib, ajabtovur yoshlar. Ular bilan individual yakka suhbat bir marta bilan natija bermaydi. Bir necha bor suhbat o'tkazasiz ular bilan. Uni ichiga kirib borasiz, u bilan do'stlashasiz, uni kechinmasini bilasiz, kunlik kim bilan yurganini, do'stlari kim, yonidagi kim, kimdan rang ovatdi u bola. Ya'ni yonida kim. Ana shulargacha bilganingizdan keyin natija bo'lishi mumkin. Birdaniga endi hamma ham bunaqa qilmaydi deb o'ylayman. Yo'q dedimi, bo'ldi. Ish kerak emas ekan bu bolaga deb ketish kerak emas-da. Nimaga bu yo'q deyapti?
Nimaga bu boqib beg'amlik qilyapti? Sababi nima? Asl maqsadi nima? Shungacha yetib borish kerak deb o'ylayman. Ko'p bolalar отказ beradi, ya'ni bekor qiladi. Menga ish kerak emas. Men yaxshi yuribman. Institutga kirmoqchiman. Institutga kirmaydi, xohishi yo'q lekin. Topshirmaydi ham. Lekin anaqasi bitta, bahonasi bitta. Institutga kirmoqchiman deydi. U noto'g'ri narsa. O'sha 2 million, 2,5 million, 3 million boshlanishiga hamma joyda birdan katta oylik bermaydi. Yo'q, menga 7 million, 8 million, borana 10 millionlik oylik bo'lsa, oyligi ko'p bo'lsa deb o'y fikrga boradi. Ularni hali ham men o'ylayman, hali ham rangli hayot ko'ryapti-da. Miyasida hali ham rang aylanyapti-da. Haqiqiy hayotga qadam bosa olmayapti. U to bir boshini devorga urib, qandaydir bir hayotida nimadir sodir bo'lmaguncha ochilmaydi. Chunki boqib kelingan u bola. Otasi tomonidan, onasi tomonidan boshi silanib, boqib, "Nech pul kerak bolam? Qayerga borasan? O'rtoqlaring bilan ketyapsan, men bolam o'rtoqlaringni oldida ana qilib qolmagin." Nima deydi? Ajralib qolmagin, qiynalib qolmagin, o'tga kirasan, bo'tga kirasan deb, mana buni olib qo'ygin deb boqib kelingan u bola. Negiziga qarasangiz, ota tomonidan yo ona tomonidan erkalab kelingan bola. Ana o'sha bolalar balog'at yoshiga yetgandan keyin, ya'ni 11-sinfni bitirib, katta hayotga qadam bosgandan keyin, institutga kira olmagandan keyin, ko'chada bekor qolgandan keyin o'ylaydiki, ota-ona uje ayb qidiradi. Bitta holat bo'ldi. Men juda ta'sirlandim shu narsaga. Mahallaga bir kun ota-ona chiqyapti. Men bolam bilan gaplashib turasiz. Nega qattiqroq gaplashmaysiz? Nega qattiqroq tushuntirmaysiz? Hayot-ku bu, ishlash kerak bu, oilani boqish kerak bu. Nega ishla taklif qilmaysiz? Sizda ham ayb bor. Siz faqat gap sotasiz bu bola bilan, lekin amaliy natija bermaysiz. Bo'ldi, sizni oldingizga chiqmaydi bu bola deb jahl qilib nima qilyapti-da. Men u oilani yaxshi bilaman. Nega unaqa bo'lib qolgan? Bola nimaga boqib beg'am bo'lib qolgan? Uni qanaqa shu kungacha nima qilib erkalatilgan? Hammasini bilaman. Jahllaridan tushishini kutdim u odam. Jahllari obdon tushgandan keyin, bu oldilariga bir piyola choy qo'ygandan keyin ichib olib o'zlariga kelib, ozgina og'irroq bo'lganlardan keyin aytaman. Men bor uzr sal qizishib ketdingiz menimcha. Mana bu joylari noto'g'ri bo'ldi. Men to'g'ri o'g'lingiz bilan do'stona fikrlashib, do'stona gaplashib, nima kechirmasi bor. Endi men o'g'lingiz bilan ishlayotganim o'g'lingizga ayondir, sizga ayonmasdir. Lekin o'g'lingiz shu kungacha mana shunday bo'lib qolishiga nima sabab bo'ldi? Hech o'ylab ko'rdikmikin? degan savolni qo'yaman o'zlariga. Keyin nega unaqa deyapsiz? Men yaxshi boqdim, oq yuvib, oq taradim, hech kimdan kam qilmadim. O'rtoqlari nimani kiysa, men ham o'shani olib ber, undan zo'rini olib berishga harakat qildim degan narsalarni qo'yadi. Men aytaman keyin sal qiyinchilik ko'rsa, o'sha payt ko'rganda yaxshi bo'lmasmidi deyman. Qiyinchilik ko'rmasin deb o'sdim, men o'zim qiyinchilikni ko'rganman. O'shaning uchun meni farzandim qiyinchilik ko'rmasin deb og'zidan chiqqanini muhayyo qildim deydi. Ana shu og'zidan chiqqanini muhayyo qilganingiz uchun boqib beg'am bo'lib qolmadimikin deyman. deb o'ylanib qoladi. Chunki o'zimiz ham bizani ham nimaga bizani ham ota-onamiz yaxshi bo'lsin, yaxshi kiyintiraylik, yaxshi nima qilaylik oldinlari bilsangiz biza ota-onamiz bozorga olib borardi. Kiyintirishga. Nima? Ayniqsa avgust oylari. Maktab bozor paytlari. Borganimizda otam adamlar ko'pincha adamlar olib borardilar. Men bilan ukam bilan oldima ketimiz 2 yosh farq birga tushardik. Asosan narsalarimiz bir xil, ya'ni kiyimlarimiz ham, o'quv qurollarimiz ham bir xil. Bir-biridan nima qilmasin, talashmasin, boshqa qilmasin deb. Endi o'sha 7-8-sinflarimni eslayman. Oxirgi marta adamlar shu olib borib shu bozordan ko'zimizga yoqqan tanla, mana shu yerdan nima xohlayapsan, nima yoqyapti, men bu yoqyapti, mana shuni olaman deb olib, kiyib, nima qilib o'sha berganlarni olganimizdan keyin oxiri bozorlik qilib chiqqanimizdan keyin bo'ldi, cho'nchaklardan mundoq qilib bo'ldi, mana
muncha qopdi, demak keyingi oygacha yetib olishimiz kerak endi, muncha pul ishlatdik degan nimalarni eshitgandan keyin tepgan menga. Adashmasam shu 7 yoki 8-sinf edik biz. 7-sinfmidik shunaqa edi. Keyin sekin kanikul vaqtlari ishlashga o'tdik. Men ham, ukam ham, men o'zim o'sha fotostudiyalarda video montaj, foto montajlarda qilib pul topib, ana shu pulga uyga nimadir olsam, uyga nimadir olib kirsam xursand bo'lardim. Yoki-da bir uyga nimadir kerak vaqt, uydagilar ola olmayapti, siz olasiz. Qanaqadir motivatsiya, voy rahmat bolam, kakras kerak edi, shu narsa kerak bo'lib turgan edi, rahmat senga. Yoki-da o'sha ustingizdagi kiyim boshingizni, o'sha yuqori sinf payti ustingizdagi kiyim boshingizni o'zingiz qilsangiz, ya'ni o'zingiz olsangiz, o'sha narsani ehtiyotlab, hech qat'iy hech narsa qilmasin deb, chiroyli, akkuratni kiyinish bizda bo'lgan. Hozircha. Hozir nega unaqa emas? Yuqori sinflarimizda bor. Bitta sinfda 30 ta bola deb oladigan bo'lsak, bo'lsa bir 5 ta yoki 6 ta bola ishlaydi. Ya'ni kanikul vaqtida ishlaydi. Dars vaqtida emas, biz ham dars vaqtida ishlamaganmiz, kanikul vaqtida ishlaganmiz. Kanikul bo'ldi deguncha nimadir sotishga ketardik, o'sha nimadir olganmiz, nimadirli bo'lganmiz. Ya'ni pul yig'ganmiz, o'zimizcha to'g'risi pul yig'ardik. Pul yig'ib kassa qilardik. Bugun buncha bo'ldi, bugun buncha bo'ldi. Bizda o'sha narsaga qiziqqanmiz. Lekin hozirgi yoshlarimiz unaqa emas. Pul topgisi kelmaydi. Pul ishlatgisi keladi. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham juda dabdabali hayotlarni ko'rib, ancha men bulardan nimam kam deydi. Lekin u uchun mehnat qilish kerak. Mana bugungi kunda o'zini ustida ishlayotgan, yuqori natijaga erishayotgan yoshlarimiz ko'p. Lekin shu o'rinda ancha norozi kayfiyatga ega, faqat yana yaqindan anada ko'rib qoldim, statistikani ko'rib qoldim. Z avlod o'ta tushkun avlodmishmi, bilmayman. Yo, hurmatli yoshlar, ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Mehnat qilganda ham o'sha fikr qilib mehnat qilish kerak. Bugungi kunda mana Sardorbek ishlagan odam, mehnat qilgan odam xor bo'lmaydi. Xor bo'lmaydi. Mana agar ozgina mehnat qilsa, sabr qilsa, eplab ketyapti. Ko'plarni ko'ryapman, eplab ketyapti. Unaqa zamon emas, bugun siqilib, ish yo'q, pul kam deb o'tiradigan zamon emas deb o'ylayman. O'sha avvallari boya aytgandek ustoz shogird an'anasini otalar qilgan bo'lsa, hozir yoshlar yetakchisi ustoz shogird an'anasi bilan shug'ullanadi. 1+1 ustoz shogird an'anasi bilan mahalladagi tuzilmasdan kelib chiqqan holda milliy hunarmandchilik bormi, zamonaviy kasblar bormi, parda tikish yoki-da bir o'sha sandiq yasash. Men misol meni mahallamda sandiq quti yasovchi hunarmandimiz bor. Ana shu quti yasovchi hunarmandimizga men ustoz shogird an'anasini beraman yoshlarni. O'zi qiziqqan yoshlarni, o'zi xohlagan yoki-da bir yosh qizlarimizni parda tikish, kiyim-kechak tikish yoki-da bir sexlarga olib borib ustoz shogird an'anasini biz qo'yamiz. Avvallari bilsangiz ustoz shogird an'anasi deb nima degan boshladim. Ustozga o'g'lini berib, eti sizniki, suyagi bizniki degan ibora bor edi. Lekin hozir eti sizniki, suyagi bizniki deydigan zamon emas hozir. Juda yomon. Maktablarda yuqori sinf o'quvchilarini o'qituvchi sal urmasin, turtmasin, lekin sal qattiqroq gapirib yorsin. Ana shu gapirgan bolani otasi bo'lsa 1 soat yoki 2 soatdan keyin o'sha maktabda paydo bo'ladi. Yoki-da otasi, yoki-da onasi. Nimaga meni o'g'limni shuncha 30 ta bolani oldida izza qildi bu o'qituvchi? Qarang. Qanaqa, yana o'quvchilarning oldida. Shuncha o'quvchini fikri tug'ilmasmikin? Demak, otamizni, onamizni chaqirsak, darrov yetib kelar ekan. Mana bu bizga yoqmayotgan o'qituvchi, u yaxshi o'tadimi darsini, qat'iyatmi, talab bergan vazifasini talab qilib so'rayotgan shunaqa yaxshi o'qituvchi sinib qoladi. Ana shu jarayonning o'zida.
Bunday holat juda ko'p. Yana ishga motivatsiya ham bo'lmaydi. Motivatsiya ham, ishga motivatsiyasiz ham bo'ladi. Ertalab kelayotganda, shu darsni tinglamasa, o'ti, eshitmasa, vazifam o'ti, keti, chiqib keti degan narsa tug'ilib qoladi. Shunaqa qilib sifat tushib ketyapti. Ana shu mahallaga olib chiqib ota-onalarni darsga kech qolib kelayotgan ota-onalar, darsga kech qolib kelayotgan o'quvchilarimizning ota-onalari bilan shug'ullanamiz. Birgalikda o'sha mahalla raisi, profilaktika noziri, xotin-qizlar faoli, ota yoki ona chiqib, ota yoki onani chaqiramiz. Shunaqa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bilan javobgarlikka tortilib qolishingiz mumkin. Davomati pasayib ketyapti. Juda past o'quvchi, ertalab kech keladi, nega 1-soatga kelmaydi degan savol bersak, ota yoki onadan yengil, sodda qilib, shu o'g'lim yuqchi-de deb qo'yishadi bo'ldi. Majburiy ta'lim qayerga qarab ketadi unda? Majburiy ta'lim-ku, как положено. Soat 8 da u darsda bo'lish kerak o'quvchi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, u darsga kelish kerak. O'shani faqat maktab emas, misol 30 ta bolani kurator emas, o'shanga ota-ona ham mas'ul bo'lish kerak. Shunaqa javobni olsak, shunaqa beg'am, sodda javoblarni olsak, siraz aytamiz, sizga menimcha o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 47-moddasi ancha davo bo'ladi. O'sha menimcha jarima to'lasangiz, sal mundoq qattiqroq turasiz deb qo'yishamiz, kulishamiz ozgina-da. Keyin aytadi, shunaqa jarima ham bormi deydi. Ota-ona, ha, albatta. Birinchisiga 1 minimalka. Ikkinchisiga 2-3 ketaveradi. Keyin sudga chiqadi keyingilari. Keyin og'ir kelib qoladi. Necha pul to'layman? 1 minimalkangiz hozirgi kunda misol 400 qancha ming, 402 ming, 412 ming. Shuni to'laysiz. Darsga bormaganiganmi deydi. Ha? Darsga bormaganiga, shu ta'limga jalb qilishda siz rol o'ynamaganingizga, shunga befarq qarayotganingizga, albatta shunga bo'ldi unda qattiq o'qib turaman, qarayman deydi. Lekin baribir o'sha xonadonda, o'sha beg'am, befarq qaraydigan xonadonda baribir o'sha kech qolish, davomat pastligi yana kuzatilaveradi. Chunki bola erkalatilgan, erkalatib kelingan, uni davosi ota-ona bilan shug'ullanish kerak, bola bilan emas. Unaqa oilada ota-ona bilan shug'ullanish kerak. Men bolaga nimanidir uqtiraman desangiz, bola o'sha unga ko'nik bo'lgan bo'lsa, ota-ona bilan shug'ullanish kerak. Chunki ota-ona shunga shu kuyga solgan uni. To'ppa-to'g'ri. Mana shu qaror tashkil qilinib, mana shu qaror joriy etilib 100% to'g'ri deb bilaman. Yaxshi ish bo'ldi. Bizning vaqtimizda bu qaror yo'q edi. Mana shu ustozlarimizni bilaman. Mana o'sha ana darsi qolardi, maktabda ishi qolardi. Shu o'quvchilarni yig'ib kelishdan boshlaydi. Ertalabdan boraydi, o'quvchilarni yig'ib kelish uchun ketadi. Borib bitta men kerak bo'lsa guvoh ham bo'lganman. Borib uyg'otadi, butun oilani uyg'otadi. Ota, ona hammasi uxlayotgan bo'ladi. Darvozani endi qishloqda darvoza ochiq-ku. Ochib borib derazani tiqillatib, turing, aka, yanga turing, balangizni turg'izing, darsga borsin, maktabga borsin deb kezib yurardi. Viylik minib o'qituvchi, erkak o'qituvchi yoki ayol o'qituvchi bo'lsa, piyoda u bolalarni yig'ib chiqqancha o'zining ishi ham qoladi, darsi ham qoladi. 45 minut vaqt, ya'ni bitta dars tugaydi-da, bitta hududda aylanib chiqadi. Endi u katta hudud bo'lsa 2 soat, ya'ni 45 minutdan 2 ta dars tugab qoladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, mana shu qaror ancha hozir qo'l kelyaptimi? Jarima qo'llanib, ota-ona sababchi o'zi. Bolani nima jinoyat qilsa, maktab yoshida o'sha 18 yoshgacha jinoyat qiladimi yoki beparvolik qiladimi, mas'uliyatsizlik qiladimi, ota-ona sababchi. Meni fikrim, ota-onaga qo'yish kerak hamma jazoni. To'g'ri. Oldinlari bilsangiz, nimadir jinoyat yosh nimadir jinoyat qilib qo'ysa, o'quvchi ko'pchiliklashib ishchi guruh bo'lib maktabga tashlanadi. Sen nega qaramagansan? Ma'naviyatchi yoki direktor sen nimaga qaramagansan? Mana jinoyat qildi. Sanlar o'quvchi bilan ishlamagansanlar. U noto'g'ri bo'ldi. Mana hozir siz aytganingizdek to'ppa-to'g'ri ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 47-moddasi tasdiqlangandan keyin ancha tarbiyani ota-ona berish kerakligi, ta'limni maktab yoki ta'lim muassasasi berish kerakligi ancha yaxshi bo'ldi. Ya'ni tushunib bordi. Ota-onalar bilib boryapti. Demak, bir xil ota-onalardan
talab qo'yiladi, faqat ta'lim emas, tarbiyani ham berish kerak deydi. Tarbiyani beradi o'qituvchi, lekin tarbiya beradi 30 ta bolaga, birdaniga, 45 minut ichida. Lekin asosiy tarbiyani ota-ona beradi. Uyda bir kun yonida o'tirganda. Ana shuni farqlay bilish kerak ota-ona, men o'ylayman. Lekin siz aytganingizdek to'g'ri shu kreatinchi modda tashkil etilgandan biri ancha tartibga kelib qoldi. Davomat masalalari ham, nimalar ham. Endi hozir yo'q deb ayta olmayman. Haqiqatda hozir ham bor. Oldinga o'xshab 10 ta 15 ta bolani terib kelish emas, bitta, ikkita bolani baribir uyga chiqiladi. O'sha yoshlar yetakchisi bilan birgalikda yoki mahalla raisi bilan birga yangi qaror bo'yicha mahalla raisi davomatga o'sha hududidagi maktabda davomat masalalariga ham mas'ul hisoblanadi mahalla raisi. Mahalla raisi yoshlar yetakchisi profilaktik nozir nimaga surunkali bu darsga kelmayotganini birgalikda o'rganadi. Guruh bo'lib. Balki oilaviy muammosi bordir. Chunki bir xil oila bor, bizda bitta oila bor. Darsga surunkali kelmadi bola. Bola yuqori sinf emas, pastdagi sinf. Lekin surunkali kech qolyapti. Ona o'zi xohlamay chiqarmayapti. Shunaqa bir biz nimaga kelib qoldik? Qiyinchilikka kelib qoldik. Onaga jarima qo'lla olmadik. Chunki otasi yo'q, ona hech qayerda ishlamaydi. Unga bilib turib, onaga hech qayerdan daromad kelmasligini bilib turib, mahallamiz baribir qanaqa qilib shuni bilib turib, shunga jarima qildi degan nima o'tmasin degan maqsadda jarima qo'lla olmadik. Lekin u bilan o'sha ishchi guruh bo'lib birgalikda oldimizga olib, mahallaga chaqirib, siz noto'g'ri ish qilyapsiz, bu bola majburiy ta'limga jalb qilinishi kerak degan masalani oldiga tashlab, tushuntirishlarni olib borib, hozirgi kunda ta'limga qaytarib bilganmiz. Hozirda ta'limda. Mana ustoz shogird an'anasini bizda dastur qilib ishlayapmiz dedingiz. Yoshlar yetakchisi o'sha mahalladagi o'sha hunarmandchilikka yoshlarni olib boradi, to'g'rimi? Bandligi. Mana shu joyda ham yana masalamiz bor yoshlar o'rtasida. Yoshlarga ki hunar o'rgan desa boradi-da, o'sha ustoz shogird bo'lish kerak. Ustoz shogird deganni bu noto'g'ri tushunadi. Yoshlar borib, "Xo'p, men shu narsani o'rganmoqchiman" deydi. Nimadir, mashina o'xshatishmi, tuzatishmi yoki nimadir, darodgorlikmi, necha pul berasiz kuniga deydi. Hay, u yoshlarga tushuntirishning foydasi yo'q-da. Ukam, singlim, bu narsani o'rganganingizcha bitta vaqt ketadi, shogirdsan hali, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Undan ko'ra sen yaxshi o'rgansang, o'zing mustaqil bo'lib chiqib, undan ham ko'p pul topasan. O'sha narsani tushuntirib bo'lmaydi yoshlarga. "Yo" deydi, bir ikki kun yuradi yoki bir oy yuradi, "Ya, kam berdingiz" deb ketadi. Hali hech narsani o'rganmasdan hech narsani bilmaydi. Puldan keladi. Mana yana yoshlarga yuzlanaman. Yoshlar, bugungi kunda oliy ma'lumotli diplomni olasiz, lekin davlat strukturasida, davlat tizimida oylikli ishga juda talab yuqori bo'lganligi uchun o'sha o'rtada raqobat bo'ladi. Xullas, test bor, suhbati bor, eng kuchlilar o'tadi unga. Unga davlat ishi o'sha diplom olganlardan ko'ra nisbatan kamroq. Xo'p, undan keyin xususiy sektorlar bor. Xususiy sektorlarda ishga kirish muammo emas. Faqat haqiqatda kuchli bo'lish kerak. Kuchli bilimga, kuchli salohiyatga ega bo'lish kerak. Undan ham o'tolmasa, keyin yoshlarimiz yuradi. Diplomim bor, lekin ish yo'q. Nima qilish kerak? Hunar o'rganish kerak. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish kerak. Hunar bo'lsa, tadbirkorlik bo'lsa, hech kim sizni muttaham qilmaydi. Xohlaganingizcha ishlaysiz, xohlagan paytingiz dam olasiz, xohlagan paytingiz xohlagan joyga borasiz. O'sha Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rayotgan hashamatli hayotni o'zingiz qo'lingiz bilan yaratasiz. To'g'rimi? To'g'ri. Ba'zi joylarda eshitaman, shu mahallamiz yetakchisi qarindoshlariga berdi yoki ana bu kattakonni balasiga berdi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deydi. Bu gaplarda qanchalik rost, qanchalik yolg'on? Bu gaplarga aytishimiz mumkin. Qanday qilib yoshlar yetakchisi o'zining qarindoshlariga
yordam berishi mumkin. Yoshlar o'zini yoshlar daftariga kirishni ham o'zini tartibi bor. Yoshlar daftariga ariza topshirish, shu yoshlar daftariga o'sha hujjatlarni taqdim etishda o'zini belgilangan tartiblari bor. Agarda oldingi nimani aytsak, o'sha ayollar daftariga kirgan bo'lishi kerak edi oldingi yillari, nogiron bo'lishi kerak edi yokida haqiqatdan ishsiz degan maqomni olgan bo'lishi kerak edi. O'sha bandlik ko'maklashish markazidan haqiqatdan ishsiz degan maqom beriladi. Ana shu ishsiz degan maqomni olgan bo'lishi kerak edi. Agar bular bo'lmasa, shu ijtimoiy himoya reyestri ham bor edi. Agar bular bo'lmasa, ular hech qanday yordam ko'rsata olmaydi yetakchi. O'z tartibi bor har bittasini. Ana shu toifalarga to'g'ri kelsagina yoshlar yetakchisi yordam bera oladi. Ana shu yoshga. Hozirgi kunda bunday toifalar olib tashlanib, faqat bitta toifa kambag'allik reyestri, boya ta'kidlab o'tganimdek, kambag'allik reyestriga kirgan oila farzandlarigagina yordam ko'rsatiladi hozirgi kunda. Qaytangi ancha yengil va yaxshi bo'ldi ham deb o'ylayman. Bitta qilib, chunki mana bizga kambag'allik reyestriga shu skoringdan o'tib haqiqatda kambag'al deb bersa shu oilaga yordam kerakligini bilamiz, lekin o'sha bir tomondan tasdiqlab bergani biz uchun yaxshi. Chunki kimdir e'tiroz bildirib chiqishi mumkin. Hamma yoshlarga yordam berayotgan ekansiz, hammasiga deydi. Fuqarolar bor, fuqarolar hamma yoshlarga yordam berayotgan ekansiz. Ana nimaga yordam beribsiz? Ana nimaga yordam beribsiz? U unaqa qiynalmagan. Men qiynalganman, menga yordam bermaysizmi? Mana o'g'limni kontrakti, yordam bering deydi. Lekin men bu toifalarning hech qaysiga to'g'ri kelmaydi. Yoshlar yetakchisi ham bir o'rtadagi ko'prik. Yoshlar yetakchisi o'tirgan joyida palonchiga berilsin, pistonchiga berilsin, ya'ni Ivan Vasilievga o'xshab qozonni berib yuboringlar, nimaga kerak degandek qilib, unaqa narsa qila olmaydi. Uni ham tartibli, funksionalkasi bor. Ko'rsatilgan narsani, ya'ni ko'rsatilgan yordamni berilgan tartibli insonlarga, ya'ni toifali insonlarga bera oladi, xolos. Shu. Rahmat Sardor aka. Shu taklifimizni yerda qoldirmasdan, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling.